Mana bu, mana naqd qilish kerak bo'ladi. Rejalashtirilgan o'sha rejaga asosan tadbirkorlarni Naqd qilish qancha pulda? tadbirkorlik bo'yicha yoki o'zini qandaydir bir biznesi bormi, tadbirkorligi bormi, omonat bo'yicha pul o'tkazish bo'yicha qanaqa masalasi bo'lsa o'sha bo'yicha sayyor qabul tashkil etganmiz. O'sha sayyor qabulga asosan qanaqa savollaringiz bormi, yechilmagan masalalar, muammolaringiz bo'lsa ana shularni hal qilish uchun uchrashdik. Mahalla loyihasidan mahalla bankerlari mahallalarda tashkil etilgan o'sha mahalla agentliklari, mahalla bankerlari asosida qanaqa kreditlar chiqib ular bo'yicha gaplashamiz. Plastikalaringiz bo'yicha, omonatlaringiz bo'yicha qanaqa yechilmaydigan muammolarni gaplashamiz. Savol javobga bemalol o'tishimiz mumkin. Yana bitta masalasi Xonbuk tumaniga oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha Zarafshon mikrokredit bankiga kirilgan, o'sha Zarafshon mikrokredit banki oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha qanaqa yo'nalishda kredit olayotgan bo'lsangiz, yechilmaydigan masalalarni aytsangiz, ularni yozuvlarimizdagi mana ularni Zarafshon mikrokredit banki orqali kreditlarni chiqarib beramiz. Hech qanday masalasi bo'lmaydi, buni yechib beramiz.